Bemorimizdan 2 oy oldin quloqlarni operatsiyasini o'tkazganmiz. Hozir eshik tekshiramiz. Operatsiya bo'lmagan quloqni yopasiz. Men sizga raqamlar aytaman, qaytarasiz, xo'p? Xo'p. Yoping. 12 12 85 85 72 72 64 64 81 81 17 17 25 25 36 36 48 48 54 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 metrdan ideal eshitili. Xudo xolasa bularning hamma operatsiyalari quloq teshigining o'zidan bajarilgan. Hech qayta tashqi tarafdan kesilmagan, qirqilmagan. Ikkinchi quloqlarni ham operatsiya qilishimiz kerak. Ikkinchi quloqda ham teshigi bor, hali yaxshi eshitmaydi. Shundan bitta quloqning o'zida ana hozir 11 metrdan ideal eshitili.